Mana bu fokus esinglardami? Bu yerda 8 ta tuxum bor. Tuxumlarning o'rnini shunchaki almashtirgan paytim tuxumlar bittaga kamayib qolyapti. Qanday qilib? Bu shunchaki fokus. Bu hech qanday montaj yoki stul tagidan kimdir chiqib tuxumni olib qo'ygani yo'q. Mana shu fokusni sirini bugun sizlarga aytib beraman. Faqat bitta shart, videoga bitta like bosing. Qanaqa fokuslarga qiziqasiz? Albatta kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Fokus siri quyidagicha. Bu yerda hamma tuxumlar tabiiy, bittadan tashqari. Mana bu eng chekkadagi tuxumni ichini bo'shatib tozalab olganman. Bu tuxum mana shu yerda turibdi. Men bilagimga mana bu ikkala tomoni yopishadigan izolenta deydimi, skotch deydimi, shundan yopishtirib olganman. Tuxumlarni birinchi harakatda olayotganimda men mana bu tuxumga tegmayapman. Ikkinchi marta harakatlanayotganimda, ikkinchi marotaba tuxumlarni olayotganimda e'tibor bering, bu yerdagi tuxum yo'qolib qolyapti. Bu tuxum meni mana bu bilagim tagida yashirilgan turibdi. Harakatlarni davom ettiramiz. Siz e'tibor bergan paytingiz uje bitta tuxum yo'q bu yerda. Tuxum aslida mana bu yerimda turibdi. Men chaqqon harakatlar bilan tuxumni sizga sezdirmayapman. Bu shunchaki ko'z boylog'ichilik san'ati.